Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Doktor Boboyev klinikasiga bugungi kunda ko'plab ortopedik kasallar murojaat qilishmoqda. Ular bu klinikaga order asosida imtiyozli yotqizib davolanishlarini olishmoqda. Bugungi kunda 5 ta operatsiya mo'ljallaganmiz. Ular hammasi tug'ma nuqson bilan displastik koksartroz, son suyagini boshqasini tug'ma chiqishi va oyoqni 2 santimetrdan 7 santimetrgacha kaltalanganligi bilan mana murojaat qilishdi. Bemorlarni yotqizdik. Hozir operatsiya jarayoni boshlandi. Bugungi kunda yuqori texnologik operatsiyalarni Doktor Boboyev klinikasiga bajarish uchun hamma sharoitlar mavjud. Hozir mana bemorga yosh bo'lganligi uchun keramik endoprotezni qo'yamiz. Bu keramik endoprotezni albatta buni ishlash faoliyati, xizmat qilishi oddiy endoprotezlarga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi.